Bahaybat mashina, bahaybat motor, bahaybat salon, barchasi bahaybat Amerika yo'llari uchun moslashgan avtomobil. Bu avtomobil hali hamon Amerikada o'z muxlislariga ega avtomobil hali hamon ishlab chiqariladi. Amerika juda taniqli nashri Car and Drivers degan nashrda avtomobil, ya'ni Chevrolet Tahoe 2026-yilning eng yaxshi to'liq o'lchamli SUVsi deb nomlandi va bu bejizga emas. Avtomobil tarixi 1991-yildan boshlanib, o'sha davrda nomi tanir bo'lgan Chevrolet Blazer bilan bevosita bog'liq. 80-90-yillarda yo'l tanlamas to'liq o'lchamli SUVlar juda mashhur bo'lishni boshlagan va GM korxonasi yengillik kiritish maqsadida Blazer bazasida yangi Chevrolet Tahoe'ni ommaga taqdim etadi va aynan shu avtomobil 5 avloddan beri o'z obro'ini oshirib kelyapti.